Hop. Uzr, bilasizmi? Hozir siz bilan gaplasholmas ekanlar. Shuning uchun aytdilarki, bunga raqamingizni yozib bersangiz, o'zlari qo'ng'iroq qilib chiqar ekanlar. Yo'q, men gaplashmasam bo'lmaydi. Voy. Men ularni majburlamayman. Bugun gaplashishimiz kerak. Iltimos chaqiring. Men qarang. Zokir aka? Hozir menga ham jahllari chiqadi. Kayfiyatlarini buzmaylik. Bugun nabiramni to'yi edi. Shuning uchun hozir chaqira olmayman. Meni ham tushuning. Mana bu yerga shundoqqina raqamingizni yozib bersangiz, o'zlari qo'ng'iroq qiladilar. Bundan xotirjam bo'ling. Albatta chiqarlar sizga. Mana yozing. Voy. Buvi? Voy o'lmasam. Nima qilyapsizlar ular bu yerda? Bilmadim. Buvayning oldiga kelgan ekanlar. Hay, o'zingizga keling. O'tira qoling. O'zingizga keling. Hozir Onaxonni siz olib Ha, men kelganmidingiz? olib keldim. Yaqinlari bormi bu yerda? Kim bo'lasiz onaxonga? Hech kim. Yaqinlari birga kelganmi? Yo'q. Ko'chada yiqilib qoluvdilar. Keyin to'g'ri shu yerga olib keluvdim. Qon bosimlari ko'tarilgan, yurak qon tomir kasalliklari bilan kasallangan. Uydagilarga xabar berish kerak. Keyin onaxonni biz olib qolishimiz kerak. Shunga uydagilarga xabar bering. Telefonlari ham yo'q ekan yonlarida. Kim bo'ladi sizga? Qo'shningiz bo'ladilarmi? Yo'q. Hozir amallab uydagilarni topib chaqiraman. Iloji Bolalarni bormi? taniyman. Ha, shunaqa qiling, harakat qiling, xo'p? Xabar berishimiz kerak edi. Xo'p. Mayli, xo'p. Ota bola nimalar suhbat quryapsizlar? Ha, endi o'tirimizda sizni g'iybat qilib. Keling, choyingiz qolmabdi. Bu o'g'lingizni parasati ham yetmaydi choy quyib berishga. Ko'ryapsizmi dada? Bu opam bilan bitta uyda turibchi, jinni bo'lib qolaman yaqinda. Yerga berib yuboring mashinangizni tezroq, iltimos. Mayli o'g'lim, yerga ham beramiz. Hamma narsa o'zini vaqt soati bilan. Sen opangni g'ashiga tegavermagin asabiga. Bo'lmasam seni uydan haydab yuborishi mumkin. Nima? Haydab yuboraman. Ha, ko'ramiz. Uy kimniki? Nima farqi bor? Meni ham davoyim bor bu uyda. Ukangizmanmi? Ukangizman. Ko'ryapsizmi dada buningizni? Ko'ryapsizmi dada buningizni? Aytganchi, dada haligi mabodo qudalar so'rab qolsa to'yxonani qaysi deb. O'shanga nima deb aytamiz? O'sha to'yinga kelganlarga zo'r qilib to'y qilgin, baribir gapirib ketishadi. Zo'r qilmasang ham gapirishadi. Xo'p, mana tasavvur qiling, o'zingiz qayerdagi bir oddiyroq restoranda yerga tegib ketarmidingiz? 100-200 dollarlik ko'ylak kiyib? Tegaman. Ha, ko'ramiz. Dalada bo'lsa ham tegaman. Futbolni po'la bo'lsa ham tegaman. Tomda tegib keting, tomdan tashib qoling o'shadan o'zingiz. Bo'ldi, qo'yinglar, tortishmanglar. Bu haqda yana bir o'ylab maslahatlashamiz. Qayerda qilishni? Ha, faqat bu bilan maslahatlashmaylik, xo'p? Mayli. Endi pulga qarab qilinadi-da to'y bo'lam. Ko'rpangga qarab oyoq uzat degan gaplar bor. Shunaqa. Dada, kim bilan quda bo'lyapsiz? O'zing ahmoqsan. Osilsa balandorga osilish kerak deding, mana ahvol. Ha, nima?
Osim sen balandorga osil. O'ligini hamma ko'rsin. Quda bilan ham kelishamiz. Dada buni gapiga e'tibor beravermang, bu gapiraveradi. Allo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Rustam aka. O, Anu, Lulani telefoni bormi sizda? nima qilasan ularning telefonini? Oyisini kasalxonaga olib keldim. Nimaga kasalxonaga olib kelasan? Tinchlikmi? Dodam uylariga borgan ekan. Hop. Dodamgilarni olishga borsam, hushidan ketib qoldi. Sen dodang uyda nima qilyapti? Nima sovchiligiga kelibdimi? Men qayerdan bilaman nima qilayotganini? Gaplashganim yo'q. Eshidan kirib kelishim bilan hushidan ketib qoldi. Xo'p, nimaga sen kasalxonaga olib borasan? Kim olib boradi? Bu mo bormaydilar-ku? Qaysi kasalxonadasan? 16-shahar kasalxonasida. Hozir boraman. Telefon raqamini tashlab yuboring. Xo'p, hozir tashlayman. Tinchlikmi? Ha, dada, tinchlik. Hozir men shunday kim tayyorlaganmisiz? Ha, tayyor. Dada, hozir men shunda ishim chiqib qoldi. Tez kelaman. Xo'p, sizlar o'tirib turinglar. Maylimi? Mayli. Buni 24/7 ga ishi chiqib qoladi. Bir kun odamga o'xshab uyda o'tira olmaydi buningiz. Baxtsiz hodisa tufayli hayoti g'urbatga aylandi. Allo. Sadi, Ha, eshitaman. mashina jo'natishadi soat 5larga. 6 mashina mol chiqarib olish kerak. Qatga chiqarib olish kerak. Ha, bolalar uyiga. Nega? Bilmayman, 6 ta mashina sovg'a qilishimiz kerak ekan. Ayami xabarlari bormi? Shu gaplarni ayam aytgan ekanlar. Endi hozir telefonlarni ko'tarmayaptilar. Mashina kelyapti, chiqarib yuboraver. Ja bo'lmasa bilamiz-ku kim telefon qilganini. Xo'p. Bo'pti. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Najot aka? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Men Zahiraman. O'sha kundagi hamshira. Birga qon olishga borib keldik-ku. Xo'p. Oyizlarni mazalari bo'lmay qoldi. Kasalxonaga olib keldim. Nima? Oyizni mazalari bo'lmadi. Kasalxonaga olib keldim. Oyim uydalar-yu. Qanaqasiga uyda bo'ladilar? Men hozir 16 ga olib keldim. O'sha kundagi hovlida ayol, oyizmi, xolizmi kim edi u bilmayman. Ha. Ayam qanaqasiga kasalxonada? Nima qildi ularga? Qon bosimlari oshib ketibdi. Qaysi kasalxonada? 16 da. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Alo, Allo, Ali, qayerdasan? ishdaman, nima gap, tinchlikmi? Tinchlik emas, ayam kasalxonaga tushib qoptilar. Nima bo'pti ekan? Bilmadim, qon bosimlari bilanmi? Qaysi kasalxonada? Hozir menga ham aytishdi. 16 ga tushibdilar. Men ham hozir ketayman. Bo'pti, men ham hozir boraman. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qatga olib kirib ketishdi. Reanimatsiya bo'limiga olib kirib ketishdi. Qon bosimlari oshib ketibdi. Yuraklari xuruj dedimi, nimadir dedi. Qayerda ko'rib qolding sen? Dodam uylariga borgan ekanlar. Najot? O, Qani, nima gap? hozir keldim men ham. Reanimatsiyaga olib kirib ketishibdi. Yaxshi qiz seni olib keldingmi? Ha, Reanimatsiya qayerda? to'g'rida. Seni kirgizmaydi. Men kiraman. Bo'lmasa, men ketaversam bo'laveradimi? Rahmat. Isming nima edi? Zahira. Meniki Najot.
Bilaman. Mayli, yaxshi qoling. Rahmat. Zaxira. Najot, Yaxshi ekanlarmi? kirgizmadi. Mana shu dorilarni olib kelishing kerak. Men shu yerda bo'lib turaman. Xo'p. Puling bormi? Ha, bor. Yordam kerak emasmi? Assalomu alaykum. Mana bu mashina mabodo sizniki emasmi? Yo'q, meniki emas bu. Olib chiqib bera olasizmi? Keling, olib beraman. Rahmat. Mashinangizni qayerda qidirgansiz? Voy, men bilmayman. Uydagilar qilib berishadi. Ajoyib did bilan qilingan ekan. Rahmat. Yaxshi. Zakira kim bu? Mashinani olib berishga qarashvordilar. Mashina chiqarishga qarash-vordi? Qizishmay mashinasini chiqarishvordim. Chiqarishvording? Ne birov mashinasida o'tiribsan, xotinimning mashinasida. O'zingni bos, yordam berdim davomli. Qanaqa yordam beryapsan? Ichida o'tirib olib savollar beryapsan. Sen gap tushunasanmi? Tushunmadim-ku. Bo'ldi, Rustam aka o'tiring. Mashinaga o'tiring. O'tiring. Bo'ldi, Rustam aka, asabiylashmang. Menga ana u lo'lilarning orasida aralashib qolganing yoqmayapti, tushunyapsanmi? Men atay yuribman-da, to'g'rimi? Aytdim-ku nima bo'lganini. Tushunsangiz bo'ladi-ku. Yo'q, bo'ldi, tushunmayman, bo'ldi. Bo'shaysan ishdan, endi ishlamaysan. Bir qarasa lo'lilarning uyda bo'lasan, bir qarasa telefonni o'chirib jonimga tegdi meni ham. Ishlamaysan, bo'ldi, bo'shay ertadan. Siz meni ishimni bilib turib uylanyapsiz. Hozir shunaqa qilsangiz, to'ydan keyin ko'chaga chiqazmaysiz. Ay, men seni eriyman, men aytganimni qilishing kerak. Meni erinmassiz. Nima? Nikoh o'qitilmadi, to'y bo'lmadi. Qanaqa er? Nimaga asabimga tegyapsiz? Menga qara. Menga qara, bo'ldi. Men senga yig'ishtirasan dedimmi, yig'ishtirasan. Magistratura, doktorantura hamma narsani yig'ishtirasan, tushundingmi? Yoqibdi-yu sizga. Meni dadam nimaga to'g'ri yo'l o'qitdilar? Men doktor bo'lmagunimcha feldsher bo'lib ishlayman. Seni dadang lo'lalarni uyda xizmat qilishing uchun o'qityaptimi hozir shunda? Bir marta bordim Lo'lani uyiga. Xo'p, aralashib qolding-ku o'shalar bilan. Lo'la prichon botdi. Ovozingni o'chir, ko'tarma menga umuman ovozingni, tushundingmi? Baqiravermang menga. Odam o'ldirdim. Odam o'ldirdim. Endi meni qamashadi. Nima qilaman endi? O'chir, jam, o'chir ovozingni, jam. Bo'ldi. Rustam aka, odam o'ldirib qo'ydim. Menga qara. Menga qara. Men qara, bo'ldi, yig'lama. Mashinani men haydaganman, tushundingmi? Sen haydamagansan. Men hozir tushib qarayman. Bo'ldi, o'zingni bos. O'zingni bos, Zaxira, nima qilaman endi? Bo'ldi, o'zingni bos. Nega ko'tarmaydi bu qiz? Ha, nima bo'ldi? Nega ko'tarmaydi bu qiz? Ha, nima bo'ldi? Oy, qizingiz ketganiga 3 soat bo'ldi. Telefonni ko'tarmaydi. Yana kamiga oyimam ko'tarmayaptilar. Oyim qachon telefon ko'targanlar? Oyimga telefon kerakmi, qizg'imsan? Qizing ham o'tirgandir busi bilan gaplashib, telefonini mashinaga tashab qo'yib.
Shuncha ishi bor. Qudalar kelishadi. Bu qiz menga yordam berish kerak edi. Ana o'shaning uchun men senga aytgandim. Odam chaqir deb. Voy nima qilishi ko'p-katta qizim bo'lib turib, odam chaqirib nima qilaman dadasi? Ikkalamiz eplardik agar vaqtida kelganda. Bor yo'q 3 ta odam keladi-yu. Nima qilish kerak? O'zim qarashaman, yur. Yur qarashaman. Obbo. Bo'ldi endi xavotir olma. Shunga ham siqilib endi. Ko'p gapirma. Onasi, Labbay, kiyimlarimni olib kel. hozir. Tayyormi? Tayyor. Kel. Mana olib ketyapman. Hali o'zing tayyor emassan-ku. Hozir tayyorlanaman, hozir. Olib kel. Tezroq bo'l. Ana. Menga qarang, Zahirani kutmaymizmi? Emay qara. Nima qilasan uni ovora qilib? Yayov boramiz. Charchasang taksi tutamiz. Xo'p. Hozir men ham otlanaman. Bo'la qol. Labbay. Alo, oyi. Ha, tinchlikmi? Kelyapsizlarmi? Ha, boramiz, hozir boramiz. Voy, anu Zahirani jo'natgandim, bordimi? Voy, Zahira больницаga ketdi. Qanaqa больницаga ketadi? Hozir boringlar, hammasini tushuntiraman. Vahima qilmagin, hammasi yaxshi. Xo'p, kela qolinglar. Hozir ketyapmiz. Qizim, Voy, ukang tinch yuribdimi ish qilib? voy. Voy. Bu bolani terga urib charchadim. Bitta ish eplolmaydi-ya. Hammasini men hal qilib berishim kerak. Yana qanaqadir biznes boshlaganmi bu? Pul so'radi, pul berdim. Eplolmadi shuni ham o'g'liz. Balkim uylansa odam bo'lib qolar. Naqd prokurorga kuyov bo'lyapti-ku. Kamiga kelinam ano emas. Shartta qo'liga oldi. O'g'liz, kimga uylanishni biladi? Otasini bolasida. Men ham hamma narsani rejalashtirib keyin qilardim. Ha, aytgancha, qizim, bu qalin puliga $500 beramizmi? Voy, dada. Ha. Kim bilan quda bo'lyapsiz, bilasizmi? 2000 tayyorlab qo'ydim. Ko'pmasmi qizim? Yo'q. Kam bu hali. Qizi dadasi hali uzoq yashab tursa, o'g'lingizni qo'llab-quvvatlashadi. Ko'rasiz. Mayli, iloyim hammasi yaxshi bo'lsin. Ha, ukangga qo'ng'iroqchi kelib qoldimi ekan? Voy, dada keladi shu o'g'lingiz. Xavotir olmang. Hali 2 soat bor. Bemalol ulguramiz. Hali kiyimlarimni almashtirishim kerak. Chiroyli bo'lib boring men ham. Ha, shu seni ham uzatsam. Keyin ko'nglim xotirjam bo'ladi, qizim. Hamda o'sha больницangda, ishxonangda aqli xushli yigitlar yo'qmi? Dada, doktorlar bor, lekin hammasini xotini bor, uylangan. Sen ko'chaga chiqmasang, kasalxonadan ishingdan bo'shamasang, qayerdan topasan-ki uni, qizim? Chiqib qolar. Ha, mayli. Chiqib qolar. Kofe qilib beraymi? Mayli, qizim. Bo'ldi, hozir. O'tirib turing, damlab beraman. Namuncha olmaydi. Alo. Aka? Nimaga ko'tarmaysiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyim hali ham uyga kelmadi, aka. Xavotir olyapman. Telefonlari o'chiq, aka. Shaydo. Oyimning yuraklari xuruj chiqib qoldi. Nima? Shifoxonadaman. Oyim ham shu yerdalar. Qaysi shifoxonada? 16-shifoxonadaman. Ahvollari yaxshimi? Bilmayman.
Dori olib kelinglar deyishdi. Bo'pti. Bo'pti, Shaydo, keyin gaplashamiz. Uf. Voy. Oyim. Saodat xola. Ha, tinchlikmi? Rangingda rang yo'q, nima bo'ldi? Oyim больницаga tushib qopti. Yuragi xuruj berib. Qaysi больницada ekan? 16 больница bor-ku. Bo'pti. Mayli, hozir boramiz. Hozir tayyorgarlik ko'ray. Hozir kutib boramiz. Hozir men tayyorgarligimni ko'ray. Hozir. Kelin. Mana dorilar. Olib keldingmi? Ha, hammasi bor. Namcha olib ketding? Bitta aptekada yo'q ekan, ikkita uchtasidan yig'dim. Suv olib kelmadingmi? Yo'q, olib kelaymi? Aytmading-ku? Ha, bo'pti, men bularni tashab chiqay, suv olib kel. Bo'pti. O'lib qolmasmikin? Men qara, bo'ldi. O'zingni bos, tushundingmi? Bo'ldi, yig'lavermagin. Men hammasini hal O'lib qilaman. qolsa meni qamashadimi? Yo'q, unaqa dema. Bo'ldi, unaqa dema. O'zingni bos. Bo'ldi. Qo'rqmagin, xo'p? Qo'rqma. Hammasini hal qilaman. Men uni urardim, tushundingmi? Rulda men edim, sen emasding, tushundingmi? Bo'ldi, o'zingni bos. Men ichkariga kirib ketaman. Hal qilaman. Sen shu yerda qimirlamasdan tur, xo'p? Xo'p. Hamshiraxon, nima gap? Nima bo'ldi? Ketolmadingizmi? Asabimga tegmagin. Sen yetmay turuvding. Yordam kerak emasmi? Seni yordaming kerak emas. Mayli. Mana suv. Yaxshimikanli? Kirib chiqdingmi? Yo'q. Zaxira, suv. Rahmat. Rahmat dema menga, ich. O'zingga kelasan. Ne unaqa qarayapsan? Men senga hech narsa demadim. Shuncha yordami tegdi. Alo. Alo. Ali, bu men nazokat topingizmi? Opa. Onangizlar ancha yaxshilar. Faqat bilasizmi, alaqsirayaptilar. Usmonov, prokuror Usmonov deb alaqsirab yotibdilar. Keyin Habib deb yotibdilar. U kim? Habib akam. Akamni so'rayaptilarmi? Bilmasam. Yo'llariga kirsam bo'ladimi? Yonlariga hozir kirgiza olmayman. Palataga olganlaridan so'ng kirishingiz mumkin. Mayli bo'lmasam, ancha yaxshilar, shuni aytib qo'yay degandim. Xo'p, rahmat. Xo'p. Tinchlikmi? Akamni so'rayotgan ekanlar. Keyin qanaqadir prokuror Usmonov deyotgan ekanlar. Akam ishini olgandirdi. U meni dodam bo'ladi. Dodam hozir nafaqadalar. Ishlamaydilar. Seni dodang nima aloqasi bor? Bilmadim nima aloqalari bor. Oila dodam uylariga borganlar. Nimaga bilmayman, keyin hushlaridan ketganlar.
Men to'g'ri kasalxonaga olib keldim. Men qara, agar oyimga dodang bir nima degan bo'lsalar, lo'li deganmi, kamsitganmi, qo'rqitganmi? Men lekin dodangni tinch qo'ymayman. Menga qara-u. Meni dodam sendagi pastkashmaslar. Meni dodam odamlarni qo'rqitib, ish qilmaydilar. U sensan. Pistolet o'qtalib, qo'rqitib, ishingni bitirasan. O'zingga o'xshatmagin, tushundingmi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Nima bo'ldi? Xullas, qo'li shilinganmi, singanmi bilolmayapman. No'lik chaqiraman, gay qilaman deb shantaj qilib yotibdi bu yerda. Xavotir olma. Hozir o'zim kiraman-da, tilini topaman, xo'p? Hozir ikkinchi etajda. Yur, ikkinchi etajga chiqaylik. Mana ko'chada qolgan lo'lilarning oldida o'tirma. Xo'p. Nima bo'lyapti menga? Hamshirani rashk qilyapmanmi? U erga teggan bo'lsa, men unashtirilgan bo'lsam, Allo. Allo, Najot. Namuncha telefon qo'rasa? Oyim yaxshimilar? Bilmayman. Doktorlar qarayapti. Hadib so'raversanmi? Tushunmadim, nimaga baqiryapsiz, Najot? Xavotir olyapman. Xavotir olishga ham chegarasi bor-da. Men doktormanmi senga? Bir pasda tuzatib qo'ymayman-ku. Yaxshi bo'lsa-la aytaman. Reanimatsiyaga olib kirib ketgan. Bo'pti, baqirmang. Bunchalik baqiradi. Oldin bunaqa emas edi. Onam kasal bo'lsa, tinchlantirishi o'rniga menga baqiryapti-ya. Voy. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega yig'laysan? Xolam yaxshi bo'lib ketadi. Xavotir olma. Ukangiz baqiryapti, opa. Ukam? Voy, Najotmi? Oldin bunaqa emasdi, o'zgarib qolgan, opa. Asablari charchagan. Necha kundan beri boshi g'alvada bo'lib yuribdi. O'zing ko'rib turibsan-ku, bilib turibsan-ku. Arazlab xafa bo'lyapti ko'nglim. Ko'nglingdan o'rgildim. Qani, bo'lki. Keyinda ketamiz. Baqirib tashlasa baqir. O'ldirib qo'yadi-yu. O'zichi erkak kishi shunaqa bir lo'villaydi. Asabiga tegmasang, o'ziga keladi. Najotni tushunishga harakat qil. Necha kundan beri tayinli uxlagani-yu, charchagan. Shuning uchun yur. Oyim yuraklari xuruj qilgani uchun o'zim ham stressdaman shekilli. Kelin. Ha, chiqibamiz, oyi, chiqibamiz. Yur. Baxtsiz hodisa tufayli hayot mazali Nestle bo'tqalari. Murojaatga ko'ra Dang'ara tumanidan oqib o'tgan bomba kanaliga Jiguli avtomashinasi tushib ketganligi yuzasidan xabar kelib tushgan. Xabarga o'rin egallagan. Keldi, hisobot topshirildi. Pulni dushanba kuni olamiz. Dushanba. Ha, Yolg'on yo'qmi? Qo'y. Arada tuzalib ketasan, Arslon. Yo'q, ey Xudo.
senga omonat. O'g'lim senga omonat.